Hayat yanmaylam to'ttal panlarni 11 ko'ydi de. Genç görüp yatadigan gap. Mülazimlari çay desan çay qo'yib berdi. Necha kun bo'lib ketib qoldi sizlar bilan film chiqarib, kunlik turmushlarimizni o'rtoqlashamog'ini. Bugundan boshlab kunlik film yo'llaymiz. Ham ishlarimiz bir oqir izg'ishilib oldik. Uning ustiga mavi saraliq burib qoldi hozir. Qiziq ishlar bor men deb berma. Bugun sizlarga o'rtoqlashgan nurg'un ishlar bor. Boshda qo'saqni bir to'yg'izayli. Bugun sizlarga o'zim bir qo'lliq tomoq etib beray. Qanday ina? Bizlar bizlar boshda kelgan chaqda bir motoga ishimiz minnatdor hozir mana. Bir motoga bir odam mindigan holat ketdi. Biroq ixtisoslashni siqni qattiq unutib qolganimiz yo'qda. Qayerda azan nasosa shu yerga boradigan bo'ldik hozir. Ha beçay. Yo, ben xodan ikinchi. Ma buvay mo'maylini ko'rmamsa, langzay deb yasab ketdi ishni oldidan. 兄弟知道了，阳光，要不要辣椒？这就阳光菜来嘛，你看一看。 Ular qo'yib bersam, mana shuni oldida hammasi sitiydigan o'xshaydi, vaqtida qo'ng'an qisib ketib olaymaydi. Kira kirmaylam, ishni oldida bir mon so'zlik qilib, endi nima qamnaslar biz payqirib baqaylar. Biz tarafdagi sayvozirlar asos chetda o'qishib ketdigan bir o'xshamaydigan yer nima desanglar, malini oldida to'shaq chiroq bor ekanda, men chiroqni oldida tutsanglar bir qilsak, oson yana bir qilsak bo'lib qoldi ekan. Bakya çayıcı. Pişaydan da meyve fança, tebrik görüyor fança. Hayat yanmaylam to'ttal panlarni 11 ko'ydi de. To'ttal pandirni 11 ko'da edib tomoq qetgan ulamda, uni bozor deganim yaxshi. Malani kelgan emasman mana. Sayvozir degani mana kon oila ayollardek aylanibdi. 4 kun yetkidek narsan deb kirib ketmasak, niya bakshiraq, kirag'il bir mo'ch pul ketadi. Niyada jursanglar, ammo turmushga ajoyib chimib ketsak ya. 5 ko'y, 10 ko'y degan narsani shu 3 kun tep turib qajmasanglar, vaqt kelsa obonniga chiqadigan pul qolmaydi ekan. Bizden A taraflarda 50 tim deganni qo'yib etimiz var, ma tarafda 10 timni qo'yib etmaydi ekan. Bir ko'y, 2 ko'yliqni narsa ilyapman. Uzoq bo'pti-ku, men qarindoshlar sizlardan savol so'ramaysizlar. Adil sayib qolsanglar, bahosini so'ramsizlar, kilosi qancha deb. So'raydigan, so'ramaydiganlar inkasrayni bir gap aytanglar. Va bizni qo'llayotgan qarindoshlarimiz turmush qancha chinkin bir ko'rib boqaylik. Odat bozorda bir vaqt tomoq yeydigandan pulga mana. 3-4 vaqt tomoq etkirak sayin ekirib oldik. Natija chiqmasa qolmaydi. Unda az bo'lib deganlar, ketas qilib tomoqdan birikda ya. Bu igizadan tomoq yesa bir qolaysız kanda men to'y yanjiga mindal usiymanda diqqat qilmasam. Odat sizlar baseni mindal to'g'ramsizlar, yoki yanto to'g'ramsizlar. Men yanto to'g'raymish bo'lgan chaqda basi ishtik pishidi deb yuganganman bir chaqlarda. Yasni endi mushtaq, aqla yengich aqlash usuli. Men qara. Qara ko'z. Soqam buni piyoz buni aqlamaysa. Bo'lmasa men tomoq yetalayman degan endi bu qanday qildi. Ya bu sizlar go'stasonlamoqda ancha-muncha qachadigan ishlaringlar bormi? Men fuqmidim nemishga yomon qachayman. Sayib qo'rishlarim aytdim, muloyim. Tomoqni etaman ish qilib ta'mlari xil bo'ladi joyida. Biroq men saysag'andikan oldi-keyindagi uchratni tazqib ketmayman-da. Biladiganlar qolsin inkasrayni yozib qo'yinglar. Haqiqiy cho'ng ustam seni manda o'raydi. So yo'q-ku. Tomoq pishdi, qo'saq to'q, sho'q deb endi bozorga chiqamiz. Acayip niyet eski demlava geçmem ya da bir timçaçan toxtup koysam 2 qitim mashinamı yılın çıqırıp etdi. Ahırım ben müştabriye toxtup koydum. Yanda işler yoluq baqtanlarmı, qarindoshlarım yoluqqan bolsalar inkasrayni bir yezib qo'yinglar. Oğlum bir aram tapsın. Mellemaske men bunda do'milchilik qiladigandir. Yaman hayajonlanib so'zlab etib, men mikrofon bek varanchiroq bo'lib ketdim, mushtarni tushuntirib etdim. Ma kaynimdiki bo'lsa lofugo. Oil jabduqlar bilan shug'ullanganlar obdaf qildi. Ma'nosida asos jihatdan qimmat oil jabduqlarni sotadi. Bugun o'zimning ko'zni ochqa, sizlarning ko'zinglarni tanishib qo'yib keldim degan. Çıkırsanlar ve şirket kırdılarına aylandırıp 6 qavatga ama ma'nan jajlarına o'g'irliqcha tatmasam balki jiqtirib tatqizmaydi, champasdan tatib beradi. Endi yo'q donshing va sayohatchilarni qabul qildik deb jajo sotamdi. Bu yerda sayohatchilik qilamdi. Hamma sayohat qilib ketdi ekan o'tayizga. Haqiqiy jajo oldiq odamdan chiroyi manda bo'ldi. Ko'rdingmi mendagi astoydlikni? Men o'tdagan safarimning bahosi 30 necha mingga birsi. Men xuddi 10 oladiganliklar paranglashdim emas mallar bilan. Jajo bozorda aylanayotgan hafta 10 kun bo'lay deb qoldi. Bunda bir yashki sho'yan deganni. Dubaydan kelgan xaridor mulozimat qilganda qiz yo'ldan olib ketdi. To'g'mi talatmi uqmayman ish qilmishda savdoga kelgan chaqda amaqiy qasparanlashib qo'ymanda. Ularning bahosini eng tuvanchak tushirib etmagich bo'ldi qilmayman, biroq ammayman. Qisqagina bir e'lonim bilan qistirib olay. Mush jajochilikqa qiziqib qoldim, hamda nurg'un cho'kdim. Bağımıgan zavod kömigen baza qanmadı. Biroq mallan Şinjan sağamı boldum. İzlenişli bo'ladi ekan, natija cho'qim bo'ladi deb o'ylayman. Agarda ishonchak oijabduqlar kerak bo'lib qolsa, qani men bilan bir aloqa qilib beqinsin, rozi qila olamdim, qilaman. Filmning ostiga mening yangi nomerimni aytib qo'ydim, maxsus jajuning naslarini chiqarma, shuni qetib qilma. Budak filmimizda nemishki mening yolg'iz bo'lib qolganligimni deb berma. Unda konu qaydimiz bo'yicha yurak besib ketib taqtib,